O'zbek shou-biznesi olamidan shoshilinch xabar. Aktyor Erkin Komilov 80 yoshda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Suyunchi Buyuk Amir Temur va Shaytanat singari ko'plab kino seriallarda esda qolarli rollar ijro qilgan Erkin Komilov 20-iyulda 80 yoshni qarshiladi. Buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibi Erkin Komilov 1946-yil 20-iyulda Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanida tug'ilgan. 1966-yilda Hamza teatrida faoliyatini boshlagan aktyor 1968-yili Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgan. U Oltin devor, Beruniy, Uylanish, Har to'kisda bir ayb, shuningdek Qatag'on, Ufq va Qirollar kabi bir qancha spektakllarda qatnashgan. 1978-yili To'ylar muborakda epizodik rol ijro qilgan Erkin Komilov 1992-yilda Yuzsiz, 1994-yilda Tilla bola, 1997-yili O'tgan kunlar, 1982-yili esa Suyunchi hamda Girdobda suratga tushgan. Bundan tashqari u Diyonat, Otamdan qolgan dalalar, Sevgi, Buyuk Amir Temur, Ulfatlar hamda Shaytanat singari ko'plab kino seriallar, jumladan Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvida ham ishtirok etgan deyilgan xabarda.